ana shu o'zi arkni kirib ichini chiroylikgina manzaralarni olib sizlarga tashlayman, tomosha qilinglar. Masalan, svetni yo'q, svetni. Xo'sh. Ana bu devolni bor nimasiga tushuntiraman-da. Bu devol ana bu yoqqa amir o'tiradi. Bu yer korоче majlis xonasi bo'lgan. Amir Olimxon. Ana bu yerga taxt Amir Olimxon o'tiradi. Kelgan odam keladi, va'z qiladi, gapini aytadi, arqabachinga yurib boradi. Shunday. Arqaga ketadi. Bunday qilish yo'q. Faqat arqaga yurib boradi. Yurib ketaveradi arqaga. Tanqi uriladi. Keyin bunday yuradi. Keyin yana bunday, keyin ketadi. Ana shunday Amir Olimxonga hurmat izzat bo'lgan. Ana bu yerga Amir Olimxonni nimasi? Xazinasi. Ana shu takka podvallar beruvchi. Butun Amir Olimxon davridan yig'ilgan xazinalar ana shu yerga bo'lgan. Amir Olimxon ana shu yerga o'zini majlisini o'tkazgan, suhbatini o'tkazgan, o'sha qabuliga kelgan odamni mana shu yerga qabul qilgan. Amir Olimxon ana shu tepaga o'tirgan. Xo'sh. Yo'q. Ana shu tepaga qarshi Amir Olimxon o'tirgan. Ana minbarga qarang qanday. Taxtni ana bu yo'q qo'yibdilar. Ana bu taxt ham. Taxt yopib qo'yganlar bu taxtni. Oltindan, sof oltindan bu, chisti oltin. Ana yopib qo'yganlar. Xuddi mana shu yerga bo'lgan. Ana shu yerga o'tiradi. Ana. Kutubzorog'dan men buyuraman. Bugundan boshlab men Buxoro amiri Jamolov Jo'rabek sizlarga erkinlik, ozodlik biladi.